Davlating borda, avjing zo'rda, yo'qlab kelar hatto begonalar ham, begonalar ham. Davlating yo'qda. Assalomu alaykum. Tushib so'rasha qoling. Olmaydi divonalar ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Ovora qilib qo'ymadim sizlarni yaxshi chaqirib. Aytsanglar, uyga borib ham qo'yib berardi konsert. Bugun boylar bilan ko'rishimiz kerak, o'shan shu yerga yig'ilyotdi. Yaxshi o'tirgan. Qani sen bilan olamiz. Старый вещи покупаем. Eski. Hammasi butik-ku yangi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi sizlar? Yangi kiyib kelganlar. Assalomu alaykum. Buni o'tgan yili kiyib kelganman, boshqa kiyimlarni kiyib kelganlar. Assalomu alaykum. Shu o'tgan yillik kiyimda o'tirganlar. Eski tusga olaman. Старые вещи покупаем. Старые вещи покупаем. Assalomu alaykum. Eski tusga olamiz. Va alaykum assalom. Yangisini ham o'rasizmi? Eski narxda olaman-da. Ya, eski narxda bermayman. Nima bo'ldi? Qani jiddiylik? Qobiljon? Jiddiyligiga balo bormi? Cho'nchakda 3 tiyin pul yo'q-ku. Nima bo'ldi? Qani it qani bo'ri bosar? U itdan tarqagan bo'ri bosar. O'zini bosa olmay qoldi oxiri payt. Nima bo'ldi? Karislarga bosib yubordim. Voy, Londonda biznes nima bo'ldi? Shakira deyotdingiz, Whitehall, London yuruvdingiz birov. Eski tusga olaman. Старые вещи покупаем. O'zingizga nima bo'ldi? Nima bu ahvol? Ha? Yomon sinibsiz-ku? Ha, yomon sindim lekin. Qarani. Kvadrotsiklda qani, velida yuribsiz-ku? Tilang qilib. Ketdi hammasi. Ketdimi? Hamma terma jamoa jahon chempionatiga chiqadi, bor budimni tiyinigacha tikib yuboraman. Bu termani bolalari pul tikkandan fermani mollari tikkaningiz yaxshi edi-ku. Ahvolga qara. O'tganlar dengiz otidan qazi qartalarni 5 barmoqlar urib yuruvdingiz-ku. Qanaqa ot, qanaqa qazi. Ot degan tozalab yuraman fermada. Qo'limdan ketmon tushmayapti. Haga, ketmon deganingizga. Mana ketmon qani? Qaysi ketmon? Sadi? Bilmayman, kelib qolsa kerak. Kelmadim hali ham. Yo'q. Kecha omadli yurardim yayrab, qizlarning ko'zgusida sochlarim
ekan-a? Vangillatib birovni mashinasini qo'yib olgansanlar. Undan ko'ra namlatdeni ol. Mashinani oynalarini ardob o'qosa, egasi kelib ming'ir-sing'ir qiladi. Keyin men gap eshitaman o'rninga. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odam ko'p. Assalomu alaykum. Освежитель! Zaryadka! Marli! Delfin latte ham bor. Kimga nima kerak? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Otash, yaxshimisiz? Освежитель oling aka. Ikkita qilib beraman. Bitta mashina kelibdi o'zingizga. Oling. Qormanglar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Disklar bor, disklar. Eski tushga olamiz. Ulug'bekning yengisi bor, Ulug'bek rahmatulloh, yengisi. Eski tushga olamiz. Eskisi ham bor, Ulug'bek rahmatulloh. Eski tushkularni olamiz. Anvar qani yeyibdi? Menga disk kerak emas. Kiyim-kechak, eski. texnika bo'lsa, eskilar bo'lsa. Yo'q, kimdan so'ramaysiz bunaqa narsalar? Unda nima qilamiz? Yaxshimisiz? Turuni qara, turuni. Yelkani qara. Qisilib qoldi-yu. Yaxshimisiz? Tuzumsiz, qalaysiz? Nima bo'ldi? Qani bu? G'urur, kibr, axranalar qani bor orqadagi? Axrana chetda mashinasini yuribdi. Sizgami? Kim yuradi boshqa? Ko'jinning oyoq kiyimga puli yetmadimi? Rezinka kiyib olibsiz. Endi o'zi mana shu ko'jinning oyoq kiyimchi zax o'tkazar ekan. Rezinka yaxshi ekan, uncha kasal o'tmas ekan. To'g'ri. Zo'r ekan. Nima kasal bo'asiz-ya? Men zaxda ishlayman-ku, mo'ykada. Zahroda. Zaxda ishlayverib, hali buksam og'riyapti. Bukmasangiz og'rimayaptimi? O'sha buksam og'riyapti. Buksiz og'riyapti. Ikkala buksam og'riyapti-da. Xullas, zaxdan-da, bu zaxdan bo'ladi. O'zingiz bilasiz. Ko'jinning maskal bo'lib qopti-yu. Siz undan ko'ra освежитель oling. Shundan ot hidi kelyapti. Foydasi yo'q. Освежитель ham keyin ot hidli bo'lib qoladi. Shu ot hidlisi yo'qmi? Yo'q. Unaqasi yo'q, unaqasi. Hid deganlaringga Dilshod ham qoldi. Lekin shu odam oyoqda ekan, men eshitdim. Sinmabdilar deb eshitdim mana bu. eshitdim. Inomarka mashinada yurganmishlar. Sho'pir olib yurganmish, eshitdim mana. Sho'pir? Yordam beradilar unda kelib qolsalar. Hozir keladi. Sekin. Ehtiyot bo'l, bo'ldi, sal, Sal. Yur. Orqaga ehtiyot bo'l, yur. Stop! Bo'ldi. Press! 20 ta 4 ta podxod, Bo'ldi. Yor dilin yor chaqnasin, shundan Xudo saqlasin. Bu dunyoda hech qachon erni xotin boqmasin. Voy, baklashkami? Turing. Baklashga pachoq. Yo'q, pachoq bo'lmadi mana. Mana. Turing. Baklash joyida mana. Sho'tdi. Baklashga hech narsa qilmayapmiz. Yaxshi ham 5 litrli emas. Lekin bu yoshga chiqib mana shunaqa qiluvni ko'p qilursangiz, baklashga to'shni pachoq bo'ladi bir kun. Abed, ketver. Abed qara, yarim kechasi 7:30da. Gap yo'q. Qalay? Agar ahvol qara. Yaxshimi?
Assalomu alaykum. Nima yurish Dilshod aka? Ha? Nima, oldin ham shunaqa yurardim, salla bilmasinglar. Ha, o'tgan yili Travlada qizlar bilan ishga keldingiz. Maxsus transport yotibdi. Hamma yoq musir bo'yapti sizga. Nima bakalashga teriyapsiz? Nanu. Oldin shu baklashkani bekor ishlab tashlab yurgan ekanman. U olib tushyapti-da hozir. Baklashkadan u foyda bo'lyaptimi? Shuni so'rayman. O, Sadi, hamma gap baklashkada ekan. Yo'q. Ha, mana shuni terib bildim men. Yo'q. Mana shu 1,5 minutlik baklashka olasan-da. Ha? Va yarmi kesib tashlab shunday qo'yib qo'yasan. Ichiga bunday turpoq to'ldirib, bunday gulga to'y qilib qo'ysang bo'lar ekan. Ha, shunday. Keyin eng qiziq bu anu 5 litrlik baklashka olib, yarmini kesib, ozgina suv solib, 1,5 minutlik baklashka olib qo'yib, turpga qo'yib bunday. Mashinadan sindim-da bolalar. Shundan singan bo'lsangiz, hozir baklashga terib yurgan ekansiz, bir ikisini qovatdimi endi siz o'zingizga? O, hamma pul baklashkada ekan. Yo'q. Voy. Ha, odam ko'pligini qara. Orzumni amalga oshiraversammikin-a bolalar? Ha, nima? Mana shu o'rtada turib olib, shu tigiga kelib yoqmaydigan gap gapirsang-da, tasavvur qilgin, 4000 ta baklashga uchib kelyapsan-ga. O, 100 so'mdan hisoblalaring qancha bo'ladi? 400 ming. Voy, ancha oyoqqa turib olardim lekin. Yomon gap gapirmoqchimisiz? Buni yo'l olsam, hammaga qarab deng bu. Qanaqa qilmasanga baba, zo'r trener deyman, ozman, ya. Qarabaqmi? O'shanda keladi, baklashkalar bilan qo'shib eski tuski oyoq kiyimlar ochadi. Men aytib ekan shuni. Bo'ldi qillaring. Dishidagi lekin ichimizda aka sinish bitta sizga yarashdi. To'ppa-to'g'ri. Bizga yemayapti-da, qarang mana. Qurs yarki singansiz, qanaqa. Uncha-munchasini orzusimi naqsin. Ina markalada sinibsiz, voy, musirlarga shunaqa yarashib turibsiz, voy. Birov men kelib sindiraman sanisi sizni ko'rsam, mana shunaqa sindir iloj bo'lsa deyman. Kesatmalar, endi nima kesatasanlar? Eng yomon narsa mana shu kesatish bor. Ozgina kinoya bo'ldi. Qanaqa kinoya? Chiroyli gapirish kerak, yaxshi gapdan gapirish kerak odam. Kesatmang unda, gapiring, kesatmang. Mana o'zing o'ylagin, mana yaqinda yangi yil-da, mana yangi yil. To'g'rimi? Okay, siz uyg'otaring. Mana yangi yil kelyapti. Bozorga boramiz, to'g'rimi akalar? Ha? Hamma bozorga boradi-ku. Mani xursand qiladigan tomoni, mana bozordagilar 1 yil tirikchilik qilib, aynan bayramni kutib o'tirishadi. Savob bo'lsin deb, bayram kuni hamma narsani arzon sotadi, to'g'rimi? Yo, kesatyapman. Yo, umuman kesaman. Hayitda patirlar vashshi kepay narx bo'lib ketadi. 8-marta gullar zdachiga beriladi. Yo'qmi? Ya? Yangi yilda hamma uyda xaladas qilamadi, mol oyog'iga borsa 2 tukrop oling, tekinga mol oyog'ini berib yuboradi. Umuman kesatmasiz hozir. Kesatmadim, qayerda kesataman? Umuman kesatmas. Mana bitta narsa esimga tushib qoldi. Xo'sh. Jahongir Poziljonov yaxshimi o'zi? Ha. Ya, chetdanmi? Yaxshimisiz? Nima zo'r tuvda ko'rinmay qoldilar? Umuman yo'lida. Na bir ko'rsatuvda chiqyaptilar. Na bir kliplar aylanyapti. Ism familiyam yo'qda. Ishga olishsin, zo'r tuvdilarga iltimos qilaylik, chiqsinlar akaman, voy. Ko'raylik biz ham. Televideniya mayli, lekin O'zbekistonda san'atkor kamayib ketganiga nima deysiz? Voy, gapirma vashshi. Yo'q. Yo'q, mana yo'q. Kuniga 10 ta to'y, 2 ta dijur sostav bor, bo'l, boshqa yo'q. Bu ham jonli to'y. Qolganlar nima qilsin? O'tiribdi to'y o'tqiza olmay, becharalar. To'g'ri. Bolalaringlarni musiqa maktabi beringlar, san'atkor ko'paysin. Bizga kerak ular. Zaril. Juda zaril bizga. Sen umuman kesatib yubording endi. Men konsertni gapir, to'yini mana. Kesatmachi. Konsertni qara. Men kassada qo'ldan 2 barobar qimmat deb bilet. Ha, kassadan olganlar bilan. Mana shu yon bilan orqa qo'lda talash. Korobka bilan oldi qator kassada yotibdi. Mana. Yo, alam qiladi. Yo'ni necha marta mana shu kassir qo'lini qayirib, nimaga qimmat sotasan, mashinaga bosib olib ketishdi-da, men o'zim ko'rdim-da, to'g'risi. Alam qiladi. Ozgina kesatuv bor-da. Yo'q, mana kesatuv yo'q, mana men senga bitta narsani. Uyda o'tirsam, darvozam taqiladi-da. Chiqib qarasam, ko'chada gazchi bilan svech turibdi. Ozgina qarzim bor edi, xijolat bo'ldim endi. Akalar, shu qarz so'rab keldinglarmi desam, yo'q.
hol ahvol so'rab keldi u deydi. Yo'q, akalar to'g'risi anaqa desani, gazchi nima dedi? Aka dedi, shlankadan leving ulab beraymi deydi. Yo'q, qo'ring bemalol, topganda berarsiz, bermasangiz ham mayli deydi. Yana bitta narsaga xursand bo'ldim. Men sizlarga ham maslahatim, mana shu gazni pulini hozir o'z vaqtida to'lasanglar, prokuratura raygazga borib, televizorni musodara qilib, uyingizga olib kelib berayotgan ekan. Ana. To'g'ri. Dejadagi bu bilasizmi nimadan? Nimadan? Bularni hammasi yildan yilga benzinni tushib ketayotgan ekan. Oddiy gaz suv benzindan qimmat bo'lib qoldi-da. Haqiqatda. Ustaxonalar o'chir, tanunda o'tsam. Nima? Tinchlikmi deb borsam, hamma mashinalarda hali gaz ballonni yechtirib tashyapti. Tinchlikmi nimaga desam, bu mashina benzinga chiqarilgan u deydi. Arzon u deydi. Va qoyil qoldim lekin. Ajoyib. Lekin arti salonga gap yo'q. Shunday borsang, mashinani shunday berib yuborayotgan ekan, olib kel. Pulichi? Ha? Pulini 6 oydan keyin to'laysiz dedi. Nima 6 oy? Ha, so'radim men ham qiziqib. Nima desam 6 oydan keyin narxi 30% ga arzon bo'lishi mumkin ekan. Hayron qoladigan Men narsa. umuman hayron qolman bitta narsaga. Nimaga? Necha yildan beri Nima? ajrashishlar yo'q ketdi. Hali mahalla komissiyasiga ham qiyin-da, uyma yuribdi ajrashtiraman. Qo'yvor bu xotining bo'lmaydi, men bilan yurgansi ham yo'q. 2 oy yashading bo'ldi dedi. Yana uylar, otangni puli ko'psa, yo'q, bir-birimizni sevamizmish. Lekin jiddiy qilib aytadigan bo'lsam, Yo'q, men jiddiy qilib aytadigan bo'lsam, endi hurmatli tomoshabinlar, endi sizlarning uyingizga kimdir yordam so'rab, eshikni taqillatib kelsa, eski tusga olamiz, iltimos shu eshikni qattiq yopib qo'ymanglar. Chunki u sizlardan tekinga narsa so'rayotgani yo'q. Sizlar foydalanmaydigan eski tuskilarni olib, ta'mirlab, o'sha tekinga olmaydi, sotib oladi. Ta'mirlab, foydalanadiganlarga ozgina ustiga qo'yib sotiladi. Sal oqibatli bo'laylik, shuni so'ramoqchi edim. Men hayron bo'ladigan narsam, ko'chalarda mashinani gerdayib haydab yurgani yetmaganda, o'sha mashina kir bo'lganda o'zi mashina yuvadigan bolaga ish tushib boradi. Lekin unga past nazar bilan qaraydi, mensimaydi. Ya'ni mashinasini haydasa, haydamay turgan joyda yuv deb qo'yadi. U sizlardan hali sadaqa so'rab pul olayotgani yo'q, o'sha bolalar mo'ykada ishlaydigan bolalar. Qish kuni ham sovuq suvda mehnat qilib pul topyapti. Insonlar loqal mana shu mehnatni qadriga yetishni o'rganaylik. lekin ba'zi bir insonlar farroshlarga past nazar bilan qaraydigan bo'lib ketishgan. Lekin o'shalar tozalab, ozoda qilib qo'ygan joyda biz ishlaymiz. O'sha yerda toza havodan nafas olamiz. U ish qanchalik qiyinligini bilasizlarmi? Agar bilmasanglar, uyi polini shunday egilib artib ko'ringlar. Ana o'shanda bilasizlar qanchalik qiyinligini. Odamga alam qiladi-da bolalar. Gapiring, alam qilsa ham gapiring. O'zi musturchidan qarasa, musturchi bilan ko'rishkisi kelmaydi, nima? To'g'ri tushuninglar. Bugun mana shu konsertni bunaqa tarzda boshlashimizdan maqsadimiz bor-da. Dizayn yigitlarimda e'tibor bilan kuzatib yursa, oxirgi payt kimnidir obro'siga, puliga, mashinasiga, kiyim-kechagiga qarab muomala qiladiganlar ko'payib ketayotgan ekan. Abi insonda qadr qimmat, mehr degan narsalar ham bor-ku. Oq qoradan, do'sti dushmandan ajratib olish uchun inson o'zini bir ma'lum bir muddatga singan qilib ko'rsatish kerak bo'lyapti-da. Lekin bizani xursand qiladigan tomonlar ham bor. Shunday kunlarda sovuqni sovuq demasdan, kamtarona mehnatimizni qadrlab bugun mehr berib bizaga konsertimizda o'tiribsizlar. Endi bizaga aytinglar, sizlardek qadrdonlari bor inson dizayn yigitlari sinadimi? Ali, Ali, Ali. Abdurashidga ham taklash kerak. Ichi bo'lib tashlab yubormanglar, iltimos, xo'p? Men olib ketaman. Tirikchilik. Ali, Ali, Ali.
bir donishmanddan so'rashgan ekan. Agar odamgarchiligimni yo'qotmasam, evaziga nima olaman deganda, odam bo'lib qolasan degan ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamshahrilar va shahrimiz mehmonlari, dizayn jamoasining muxlislari. Muhtasham Istiqlol san'at saroyida aynan mana shu jamoaning 2017-yil konsertida didor ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Yetkazganiga, ko'rsatganiga boringlarga shukr. Sog' bo'linglar iloyim. Bugun dizayn jamoasi o'z muxlislariga yangi konsert dasturini taqdim etishmoqchi. Bugungi dasturda eski narsa umuman bo'lmaydi. Sababi 1 yil davomida yigitlar tayyorlanib, muxlislariga eski narsadan ko'ra yangi narsani taqdim etaylik deyishgan. Bugun kulgi ham bo'ladi, qo'shiq ham bo'ladi. Maza qilib, miriqib tomosha qilasizlar degan umiddamiz. Sababi ancha-muncha mehnat singan. Bugun dizayn jamoasi hurmatini qilib tashrif buyurgan insonlar juda ham ko'p. Muxlislari qatori san'atkorlarimiz ham kelishgan. Aynan dizayn jamoasi bilan bir necha yillardan beri mana shu sahnada birga aka-uka bo'lib xizmat qilayotgan, ularni qo'shiqlar, mana shu konsert dasturida qo'shiq ijro etayotgan ajoyib yigit bor, ajoyib qiz bor. Ana ularni ham bugun hozir sahnaga taklif qilishdan oldin bir narsa aytmoqchimanki, xonandalarni konsert dasturida orasida so'z ustalari, qiziqchilar chiqishadi. Qiziqchilarning so'z ustalarini konsertida esa xonandalar mehnat qilishadi. Shunday ekan, Manzur guruhini mana shu birinchi qatorda o'tirishdi. Manzur guruhi aynan dizayn jamoasini qadrdonlari, yaqinlari ularning konsert dasturida muntazam ravishda chiqishadi. Chiroyli qarsak elamanglar Manzur guruhiga. Sizlarga manzur bo'ladigan bir taronani klipi bilan taqdim etishadi. Bu yigitlar bir necha yildan beri mana shu ajoyib guruh sahnada dizayn jamoasi bilan birga mehnat qilishadi, xizmat qilishadi va o'z qo'shiqlarini reklama qilishadi. Manzur guruhi, chiroyli qarsaklar, davom etamiz. Anori dona tempo, og'ritma boshim. Yana nima gaping qoldi? Menga demagan bo'ldi, hamma gapga shanti, Bo'ldi yetar, yetdi dilga olov, lekin yondi yorim. Ammo lekin bildim, senga o'zi oson, muhabbati yolg'on. Ay senda lekin meni kechir. Tanga otaverma mayda, o'zi mayda, gapdan suhbat yemagan. Dalda bor, omad senga yo'q, bora qol. Bo'ldi yetar, yetdi dilga olov, lekin yondi yorim. Ammo lekin bildim, senga o'zi oson, muhabbati yolg'on. Senda lekin meni kechir. Habibi men seni sevmayman dedi. Yüz yılda ham ondu dua aldı.
Rahmat. Manzur vokal cholg'u ansambli, Manzur guruhi bitta chiroyli qarsak chalib beringlar ukalarimiz singlimizga. Yana bir bor hammanglarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz, hurmatli san'atkorlar, muxlislar, balkon, shetamsizlar? Hammanglarni qish ilk kunlari bilan, aynan bugungi 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bilan tabriklayman. Kelayotgan bu yoqdagi bayramlar bilan tabriklayman. Endi haligi ozgina qarsak so'radim-ku, bittani o'zingizlarning kayfiyatinglarni ko'tarib olish uchun o'zingizlarga bitta qarsak bo'lsin, hurmatli. Voy. Ana shunaqa yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Men sizlarga bitta savol berish uchun chiqdim. O'zi bu sahnaga ko'rinishim yaxshimi? Yo'q, ana, yo'q deydi. Yana balkon arzon, yaxshi ko'rinmaydi deydi. Значит, zo'r ko'rinar ekan. Yo'q, men bu savolni berganimiz sababi oxirgi payt tomim ketib qotganga o'xshaydi. Yo'q, mana hozir bitta narsa qilaylik deb bo'lmasa, mana shu kimda kim, mana shu o'tirganlardan, balkonda pastda kimda kim iPhone yoki Samsung farqi yo'q. Internetga kiradigan telefon tutsa, bitta qarsak chalsin-da. Faqat o'zimga o'xshaganlar ketdi-yu. Sog'i yo'q ichida. Xafa bo'lmanglar meni gapimdan. Gap shundaki, mana aynan mana telefon, internet, Telegram, Instagram, televizor odamni tomini ketkizib qo'yapti. Odam nima qilayotganini o'zi tushunmaydigan bo'lib qolyapti. Mana eslanglar, hech sizlarda bo'lganmi? Shunda soatga qaraysizda, necha bo'lganini bilmaysiz. 7:30 bo'ldi. Eslanglar, tomi ketganlar. Keyin eng qizig'i ikkinchi marta ham qaraysizda bir pas turib. Baribir bilmaysizda. Xayol joyida emasda. O'sha paytda kimdir oldingizga kelib, soat necha bo'ldi aka desa, hozir 2 marta qaragansiz soatga, lekin cho'nchakdan telefonni olib, telefondagi soatda aytasizda. Mana nimagaligini tushunmaymiz. Mana yoki bo'lsam uyda eslanglar, bitta xonaga shunday kirasizda, nima kirganingiz esingizdan chiqib ketib, qo'lingizni yuvib chiqib ketasiz. Bo'lgan? Yoki mana ya zo'r narsa, eslaysizlar hammanglar. Yostiqda yotganingizda, yonboshlab yotganingizda, o'ng ko'zingizni yumsangiz, yostiq pastroq ko'rinadi. Chap ko'zingizni yumsangiz, yostiq balandroq ko'rinadi. U nimagaligini bilamiz, lekin nima unaqa qilishimizni tushunmaymiz-da. Mana xolodilnikni ochasiz, kechqurun nimadir yegiz kelib qoladi-da. Xolodilnikni shunda ochasiz, yegiz kelayotgan narsani topa olmaysiz-da. Yopib qo'yasiz. Oradan 5 sekund o'tmaydi, yana ochib ko'rasiz. Как будто 5 sekund ichida kimdir o'tgan narsa solib ketadi. Mana xolodilnik deganing bitta narsa esimga tushdi. Hech yoshligingizda xolodilnikni mana sekin yopganmisizlar, svet qachon o'chakin deb. Tushunmaysiz, nimaga qilayotganingizni tushunmaysiz. Mana shu hammasi telefon, internet, televizorlarning aybi bu. Mana uydan ko'chaga chiqaylik, men oxirgi paytda bitta narsani tushunmayman. Hozirgi paytda qo'lini mana kaftinimda bintga bo'ylab oladi, aptechni anaqaga. Men mana bunaqa yuradigan bo'ldim. Ha, nima bo'ladi? Kecha ishkal bo'ldi, bitta turcha kelgan shurg'u. O'zi asfaltga yiqilib tushgan. Eng qizig'i qo'l shikastlangan, qo'lni bo'ylab olib, oyoqni ham mana bunaqa yuradi. Demak, faqat qo'l emas-da shikastlangan. Mana shu yurishadi. Keyin yana tushunmaydigan narsam, uyda televizoringizni pulti ishlamay qolsa, обязательно stol ustiga urib ko'rishadi. Xuddi ishlab ketib qoladi. Nimagadir kallangiz ishlamay qolsa, devorga urib ko'rmaysiz. Yoki yo'lda mashina haydab ketayotganingizda dvornigingiz ishlamay qolsa, boshqa mashinaga urib ko'rmaysiz, ishlab ketadi. Yana eng qizig'i, o'shanda ham ishlamasa, ichini ochib batareykani. Tepa tish plus, past tish minus deydi. Nimaga? Nimaga qilayotganimizni o'zimiz bilmaymiz shu narsalar. Mana aksariyanda nima deyiladi?
Sog' bo'l, ha, baraka topinglar. Sog' bo'l degandan keyin aksirgan odam rahmat deydi. Men bir xil odamlarni tushunmayman. Mana shu aksiratni sog' bo'l deyishingizdan oldin rahmat deydiganlarni tushunmayman. Qattan bilasan, men seni yomon ko'rarman balkim. Balki battar bo'l degim kelayotgandir. Aksiya rahmat qo'y siras. Aksirish degan maylisda o'tirganda aksirish kelib qolsa bekitadiganlarni tushunmayman. Qizarib oxir tik chiqib ketadi. Bari chiqib ketdi-yu. Bari hamma bilib qoldi-yu. Bekitmay kerak endi. Endi boshqa narsa kelib qolsa bekit. To'g'risi, telefonga SMS kelib qolishi mumkin. Ularni bekitsa bo'ladi. Mana eng ko'p maylislar men banklarda bo'lsa kerak, menimcha, men banklarni вообще tushunmayman. Katta qilib lozung yozib qo'yishadi ani. Biz mijozlarga ishonamiz deb. Ha, bizga ishonar ekan deb siz ham 15-20 million pulingizni ishonib bankka olib topshirgan. Olib borasiz, kassaga kirsiz, mijozlarga ishonadigan bank 1000 so'mlik ruchkani ipga bo'lab qo'ygan bo'ladi. İşon chiqaring seriozniligini. Gap yo'q. Qoyil qolaman-da. Mayli, ana qizlarni ham temasini gapiring. Gapirmasam bo'lmaydi, iloji yo'q siz. Mana qizidan kuygalib. Men oxir payt bir xil qizlarni tushunmayman. Hali telefonga, kontaktga ism yozayotganda qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolishibdimi? Misol uchun Nodir Captiva, Alisher Cobalt, Dilshod Nexia. Qoyil. Endi obro'm endi bu. Kimda Malibu bo'lsa, Captiva bo'lsa ham naqib yuradi, to'g'ri. Bo'lmasam kelinglar yigitlar, biz ham shunaqa yozamiz. Nilu Astanovka. Guli metro. Dile peshkom. Hozir mana qizlarni gapirganimga xafa bo'lishmasin, bolalarni ham gapiring. Voy, 3-4 ta qiz xursand bo'lib ketdi. Gapirib tashing shularni. Men oxirgi payt g'iybat qiladigan bolalar ko'payib ketayotganini tushunmayman. Ey, sizlar hech qachon g'iybat qilmaysizlar. Xursandligini qarang qizlarni. Lekin haqiqatda bu bor gap, bu kulgili emas, bu achinarli holat. G'iybat qiladigan bolalar nima degani bu? Yana g'iybatda asosiy mavzulari bir xil. Uylanmagan yigitlar asosan, "Voy, qizlar aynib ketyapti. Endi kimga uylanamiz?" Yana mamlaqa boshlaydi. 3-4 ta og'aynilar kurib bo'lib turgan bo'lsa keladi. "Voy, bolalar, haqiqatan qizlar aynib ketyapti" de. Kecha diskotekaga kirsam, hammasi kalti yukka torshimda yuribdi. Sen yerda kimni ko'rmoqchi eding? Yo, diskoteka-yu. Nima, diskotekaga kirsang, hamma lozim ishtonlarda o'tirib, do'pki sigir sog'ib o'tirsin mana. Sigir sog'ib o'tirsa? O'tda o'zini sigirlari bor. To'g'risi-da. Tasavvur qiling. Ha, romanlar o'rib olgan diskoteka ichida. Kimdir yo'da tikib o'tiribdi. DJ narsa pishirishni o'rgatyapman men olamiz. Ajoyibdi, tavba qildim. Men eng tushunmaydiganim xotinimni tushunmayman. Xotinlarni tushunish bu umuman boshqa mavzu, to'g'risi. Mana eng tushunmaydigan tomonlardan bittasi uylanganlar bormi? Ha, qo'rqmanglar, konsert-u. Uylanganlar bormi xotinim yonimda qarab qo'y. Men tushunmaydigan tomonim mana uylanganlar yaxshi biladi. Ayniqsa, ya'ni yaqinda uylanganlar, 1-2 yil bo'lganlar yaxshi biladi. Ko'chada yo bozordami, qayerda bo'lsa ham xotiningiz bilan ketayotganingizda to'g'ringizdan kelayotgan begona qizga rashk qilishni tushunmayman. Men savol berib qo'yadi. Chiroyli ekanmi? Uylanmaganlar ham, uylanganlar ham bilib olinglar. Bu yerda aqlli bo'lish kerak. Bu yerda ha deb bo'lmaydi. Eng qizig'i yo'q ham deb bo'lmaydi. Yo'q deb ko'ring. Qarab kelyaptimi deysiz?
Shuning uchun bu yerda o'zini jinnilikka solish kerak. Chiroyli ekanmiz, kim? Anu gaplashgan bo'larmidingiz, to'g'risini ayting. Necha kishi? Siz o'zi meni eshityapsizmi? Masha jinni bo'lib olish kerak. Oxir payt meni xotinim eshitadi, hozir ham shu yerda o'tiribdi. Bu bor gap. Menga bir anchadan beri bitta gapni qaytaraveradi. To'ydan oldin boshqacha edingiz. Meni etmetlarga olib borardingiz. U bu narsalar olib berardingiz. Endi unaqa emassiz, deyuradi. Keyin men tushuntirdim, xotin bilib qo'y. Liboy erkak kishi uchun uylanmoqchi bo'lgan qizi bu toni eng cho'qqisidagi bir chiroyli qilib upakovka qilib yasatib qo'yilgan padarkadek gap. U endi erkak kishi padarkaga erishish uchun tirmashib toni tepasiga chiqadi-da, toni tepasiga chiqib padarkani ochadi. Bo'ldi, xotin dedim. Shunaqa desam, erkaklarchi deydi. Keyin aytdim, bilib qo'y xotin, erkaklar sallaga padarka emas dedim. Hurmatli ayollar, qizlar, hurmatinglar cheksiz. Biz o'zbek ayoli, o'zbek qizlarini, onalarimiz, opa-singillarimiz har doim hurmat qilganmiz. Lekin bitta gapni eshitib qo'yinglar. Haqiqatan ham liboy erkak kishi uchun uni turmush o'rtog'i o'sha toni eng tepasidagi juda ham qimmatbaho, bahosi yo'q bir padarkadek gap. Lekin bitta gap esingizdan chiqmasin. Bitta odamga 3 ta 4 ta padarka berish mumkin. Lekin bitta padarkani 3 ta 4 ta odamga ber bo'lmaydi. Men keyin yana tushunmaydigan tomonim, eng oxirgi gapimni so'ngida aytmoqchimanki, hozirgi paytda e'tibor bersanglar, sizlar ham ko'p uchratasizlar. Ayniqsa kattalarimiz e'tibor berishadi yoshlarga. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Bilmadim. U narsa qilaman. Biznesmen bo'laman. Bitta kasb egallamaysanmi? Bilmadim. Qattandir pul kelib qoladi. Birdaniga boyib ketishni orzu qiladigan bolalar ko'payib ketdi. Buni mehnat qilib, bironta bir kasb egallab, qanaqadir yo'llardan, bosqichlardan o'tib nimagadir erishish niyati deyarli qolmayapti bolalarda. Hamma shu birdaniga top etib qattandir katta pul kelib qolsa-da. Mana shu turgan joyda bir og'iz bitta gap gapirsa-da, katta pulli bo'lsa. Bunaqa yaxshi emas. Mehnat qilish kerak. Bu gap noto'g'ri. Bir og'iz gap bilan hech qachon katta pul kelmaydi. Men noto'g'ri aytayapman. Hamma salom. Xo'p. Nuralet lampochkalari xonadoningizga faqat yorug'lik baxsh etiladi. Hech qachon bir og'iz gap bilan katta pul kelmaydi o'rtoqlar. Mehnat qilish kerak. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Tog'ning tepasidagi fadarkalarni asraylar, hurmatli erkaklar. Sizlar bilan Kamina Sa'dulla Fathullayev bo'ldi. Rahmat. Bir og'iz gap bilan darrov pul top bo'lmaydi deydi Nuralayt. Bir donishmanddan so'rashgan ekan, baxtli oilaning siri nimada desa 3 og'iz so'zda debdi. Nima degan so'z desa, xo'p bo'ladi xotin degan ekanda. Dizayn jamoasi mana shu konsert dasturini tayyorlash paytida ijtimoiy tarmoq orqali muxlislari bilan so'rovnoma o'tkazdi. So'rashdiki, qaysi mavzuni olib chiqaylik sahnaga, sizga qaysi mavzu yoqadi deganda juda ham ko'p mavzularni taqdim etishdi muxlislar va shularning ichida tanlab olishdi bir mavzuni, hozirgi kunning eng dolzarb mavzularidan birini, hammani befarq qoldirib bergan mavzu, hammani xonadonida bo'ladigan mavzuni aynan dizayn jamoasi bir chiroyli kulgi ostida sahna ko'rish qilib taqdim etishdi. Bu sahna ko'rishini ham kulib, ham xulosa chiqarishlarga umiddamiz. Demak, oiladagi bo'lib o'tgan voqea bu hammani befarq qoldirmaydigan hozirgi kunning eng dolzarb muammosi. Sahnada dizayn jamoasi qarshigiylar.
mehmonga ham zinani oldiga stol yasatadimi? Mehmon kutganmisan o'zi? Oldiramda zal o'rtasiga olib chiqib qo'ymaysanmi? Qo'yma bunda. O'rgildim sendan. Bil. Ko'tar. Oz kelib qolsa odam sharmanda bo'ladi. Nokka ham qo'yib qo'ygansan, o'zingga o'xshagan. Qo'yma bunda. Bar apangga qara shundan ko'ra. Latta. Voy, xudoyim, mehmonlar ham jonga tegdi. Hamma narsa kelib so'rayveradi. Alo. Ha, o'rta. Ha, o'shani. Ha, da. Ha. Esladingmi? Ha, mashina olib kelish kerak challarga. Zo'r etgan. Ha, keyin Ali challarda Ali bir kichik artist bor. Keldi. Kim keldi? Mehmonlaringmi? Xudoy tamom qilasan.